Mamlakatimizda tinchlikni mustahkamlash, xalqimiz farovonligini ta'minlash, keksalarni e'zozlash, ertamiz egalarini barkamol etib voyaga yetkazishga davlat siyosatining ustuvor yo'nalishi sifatida e'tibor qaratilmoqda. Xususan, viloyatimizning Bo'ka tumanida 3 avlod uchrashuvi o'tkazildi. Hozir shu haqida. Tadbirni Prezident administratsiyasi vakillari va vazirliklarning Respublika ishchi guruhi a'zolari ochib berdilar. Unda tuman nuroniylari, mahalla faollari qatnashdilar. Bugungi tinch va osoyishta hayotimizni shukronalik hissi bilan o'tkazishimiz lozimligini ta'kidladilar. Bo'ka tumanida juda ham chiroyli bir tadbir o'tkazilyapti. Har doim bizning yurtimizda, o'zi umuman ma'naviyatimizda, madaniyatimizda yosh ulug'larni e'zozlash, yosh kattalarga hurmat ko'rsatish, izzat ko'rsatish, shu bilan birgalikda yosh avlodni ham ana shu yosh ulug'larga ibrat olgan holda tarbiyalash qon-qonimizga singib kelgan. Bugungi tadbirda biz qatnashishimizni o'zi asli juda ham ajoyib. Men o'ylaymanki, bugungi kunda prezidentimizning har bir qarorlari, har bir farmonlari to'g'ridan-to'g'ri xalqqa yetib boryapti. O'zim Bo'ka tumanidagi O'rtatepa mahallasida yashayman. O'rtatepa mahallasi eng chegara hududda. Lekin shunga qaramasdan chekkalanib qolganimiz yo'q. Har doim e'tibordamiz. O'tkazilayotgan tadbirlar yoshlarimizni o'sishida, ulg'ayishida, kelajaklarini porloq ekanligini ko'ra olishida mana shu bugungidek tadbirlar juda ham muhim o'rin tutadi deb o'ylayman. Shuningdek, tadbir davomida tuman yoshlaridan biri yosh bo'lishiga qaramay kitobsevarligi bilan tengdoshlariga o'rnak bo'la olgan Fazilatxon Yoqubova e'tirof etildi. Biz esa qizaloqqa mikrofon tutdik. Mana hozirda 3 avlod uchrashuviga keldik. Maroq bilan horda qolyapmiz. Kattalarning nasihatlarini tinglab, ularga amal qilish niyatimiz bor. 2019-yilda yurtboshimiz bilan uchrashib, ulardan avtomobil hamda shaxsiy kutubxonamga ega bo'ldim. Uyimdagi kutubxonada 2000 dan oshiq kitoblarim bor. Mahalladoshlarim, sinfdoshlarim kutubxonamga tez-tez kelib turishadi. Mana bugungi tadbir juda ham qizg'in bo'lyapti. Shu tadbirga moslab yozgan bitta she'rim bor edi. Men bu she'rda yurtimizning qadimgi o'tmishi, yaqin kelajagi hamda bugungi kunini aks ettirdim. Qadim o'tmish sado berdi, daholarning yurti derdi. Ular o'qib, olam kezib, buyuk ishlar qilgan edi. Al-Xorazmiy, Al-Farg'oniy, Al-Buxoriy, At-Termiziy, Biruniy, Ibn Sinolar kashf etgan yangi dunyolar. Nomi edi tilda doston, yurtim yangi O'zbekiston. Tadbirda ustoz shogird maktabining ahamiyati tushuntirildi. Sohada fidoyilik ko'rsatgan xodimlar bilan yoshlar uchrashib, o'zlari uchun kerakli ma'lumotlarga ega bo'ldilar. Ajdodlarga munosib avlod bo'lish, yurtimiz taraqqiyotiga daxldorlik hissi bilan yashash har birimizning, ayniqsa yoshlarning muqaddas burchi ekanligi faxriylar tomonidan qayd etildi.